Assalomu alaykum hammaga. Biz yangi devor mebel Farg'ona viloyati Toshloq tumani o'rta televizor podstavka bo'ladi. Ikkita chekkasi ko'rpa taxlashga taxmin bo'ladi. Ko'rpasi pastdan tepaga qarab taxlanadi. Kelajakda garderob qilib ishlasa ham bo'laveradi. Sekin ko'rsatib boraveramiz. Devor mebelimizni korpusi tayyor bo'ldi. O'rta televizor podstavka, ikkita chekka, ko'rpa taxlashga joy, shu pastdan taxlanadi. Tepada shu antirsorlar tayyor qoldi, ko'rsatib boraveramiz. Mebelimiz tayyor bo'ldi. Farg'ona viloyati Toshloq tumanida qildik. Bu ikkinchi xonamiz. Arzon variant. O'rta televizor podstavka, ikkita chekka ko'rpa taxlashga taxmin bo'lgan. Xo'p, lateral laminant matvi. Rozetkani joyini tashab ketganmiz, chiroyli qilib, bemalol ulashaveradi. 32 dan katta o'sha 43 lik ekranga moslab tashladik. O'sha 32 qo'ysa ham bo'laveradi, muammo emas xullas. Arzon variantda o'sha orqasi devor holida qoladi. O'sha moshlarimiz vakuumli, ruchkalarimiz qora turbali. Xo'p. Podstavkani tepasida ham, pastida ham bittadan polkasi bor. Xo'p, razmeri joy razmeri 370 ga, balali 280 lik joy 4.800.000 so'mga mana shu holatda tayyor bo'ldi. Qanaqa chiqdi? Fikr mulohazalar kommentariyada kutib qolamiz. Sog' bo'linglar.